Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video ko'p bemorlarimiz xalsirash bo'lyapti. Havo yetishmay qoladi. Yuk ko'taradimi, enkayadimi, biron bir balandlikka chiqadimi, ikkinchi etaj, uchinchi etaj. Ko'p insonlar domda yashaydi, domda lestnitsa bor, lifti yo'q. Mana shunaqa insonlar xalsirab qoladi, havo yetishmay qoladi. Nima uchun odam xalsirab qoladi? O'sha xalsirab qolgan insonlar ukol olsam ham, dori olsam ham o'sha narsa ketmayapti dedi. Endi u insonlar ko'plari yoshi katta bo'ladi, bir 40 yoshdan yo 35 yoshdan yuqori insonlar bo'ladi. Nafas olish bronxo yo'llari shamollash bo'lsa, traxeya yo'nalishimiz shamollaydi. Misol uchun ko'p insonlar mana yozda sovuq suv ichadi yoki morojeniy yeydi, terlab turib sovuq narsa, kola, fanta ichadi. O'shanda qizil o'ngach bilan traxeya yo'nalishi bir xil ketish sababida qizil o'ngach shamollaydi hamda traxeya yo'nalishi shamollatadi. Bizlar keyin issiq choy, ovqat, issiq narsalar ichganimizda qizil o'ngach davolanib oladi. Traxeya nafas olish yo'li shamollash qolib ketadi asorat. Endi ko'p insonlarda shu shamollash qolib ketgandan keyin u o'pka nafas olish yo'llari balg'am kelishi mumkin, yo'tal bo'lishi mumkin, tomoq qichishi mumkin. Ko'p ayollar mana o'pishib ko'rishadi, boshqa qiladi, u mentalitetda. Ko'p kasal bo'lib yurgan odamlar bilan shu salom-alik qilib o'pishib ko'rishganda yo'tal o'tadi mana shu qichish. Keyin tomoq qichitaveradi, virus o'tadi, qichitaveradi, balg'am keladi, tupurib tashlasa ham baribir yana shu balg'amdan qutula olmaydi. Gripp bo'lsa tuzalishi qiyin, keyin o'shani asorati qolib ketadi, kalta yo'tal, xuddi bronxoda. O'sha nafas qisishi ham o'shanga olib keladi, xalsirashi ham o'shanga olib keladi. Bir xil insonlar yo'q, yo'talmayman, biroz xalsirash bor. Ukol dori olsam, ukol dori yoqmayapti dedi. Bizlar mana bu vaksina olganmiz koronavirusga qarshi yoki bitta ikkita qimmat dori, ukollar olganmiz. Tana o'sha narsadan keyin qon quyuqlashib ketadi. Qon quyuqlashib ketgandan keyin ukol qilsa ham qonni ukollarda tana qabul qilmaydi. O'shandan keyin battar bo'lib qolishi mumkin, ozib ketishi mumkin, nojo'ya harakat bo'lishi mumkin. O'sha insonlarga bizlar hijoma yo'nalishi bilan davolab, xalsirashi yo'qotib, ko'krak nafas olish yo'llariga hijoma qilamiz. Orqa tomonda o'zining tochkalari bor tanada, o'sha tochkalarga hijoma qilamiz. O'pka, buyrak. Nega deganda qon ko'payib ketsa ham odam xalsiraydi. Havo yetishmaydi. Ya traxeya yo'nalishidan hijoma qilamiz, nafas olish yo'nalishidan. Bu oson, 1 soatda odam lecheniya olgandan keyin o'ziga kelib qoladi. Ko'plar dori ichadi, qon suyltiradigan ichsam ham ta'sir qilmayapti dedi. O'shanaqa insonlar yeyishiga bog'liq. Hozirgi kunda har xil quyuq ovqatlar yeydi, suv ichmaydi, qon quyuqlashib ketadi. Hozirgi kunda hamma shu muammosi xalsirash, havo yetishmasligi. Mana bundan keyin nima holatlarga olib kelishi mumkin? Asma bo'lishi mumkin, bronxa bo'lishi mumkin. O'sha yo'nalishlarda har doim hijoma qilib tozalanib tursa, bu hech qanaqa ziyoni yo'q. Bu tabobat, tabiiy, kerak emas qonlarni olib tashlaymiz. Qon miqdori o'ziga balansiga tushadi. Xalsirash yo'qoladi. Siz keyin 5-etajga chiqasizmi, 10-etajga chiqasizmi, nafas olish yo'li ochiladi. Sizda xalsirash, yana ishtaha ham ochiladi, ruhiyatingiz ham yaxshi bo'ladi, uyqungiz ham yaxshi bo'ladi. Kerak emas qonlarni tashqariga chiqarib tashlash kerak, venos qonlarni. Bu venos qonlar kerak emas trombozlar odamda infarkt qilishi mumkin, insult qilishi mumkin yoki biron bir kasallikka olib kelishi mumkin. Kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi, telefon nomerimiz 91lik 208 98 68. Ayol kishi bo'lsa, ayol kishiga mutaxassislarimiz bor. Ayollarda ayol kishi davolaydi, erkaklarda o'zim davolayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.